Qaytib keldi, u ikkisini so'roqqa tutdi. To'g'risini aytinglar. Qattiq urdi. Qattiq kaltakladi. Shundan keyin ular nasroniy ekanligini tan olishdi. Nasroniylar ularni mag'riblik hojilar bilan birga hajga yuborganligini hamda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak jasadini o'g'irlab kelishlari uchun katta mablag' berishganlarini tan olishdi. Ular nima qilishardi? Tuni bilan o'sha chuqurni kavlab, o'zlari bilan olib kelgan xoltalariga tuproqni solib, Baqiy qabristonini ziyorat qilishlik bahonasi bilan kirardi-da, tuproqni shu yerga to'kib chiqishardi. Ancha kavlab qo'yishgan birodarlar. Rasululloh hujrai saodatiga yaqinlashib qolgan edi. Rasulullohning hujrasiga yaqinlashib qolganligida chaqmoq chalgan edi. Kechasi, ana shu kechaning tongida Nuriddin Zanki o'zini vazir bilan Madina Munawvaraga kelib kelgan edi. Bu ikki kishi aybini tan oldi. Sulton bularni bo'yniga qilich urishga buyurdi va qattiq yig'ladi. Alloh taolo boshqaga emas, ayni o'ziga shu ishni qilishlikni ilhomini berganligi uchun, Rasululloh ayni undan yordam so'raganligi uchun, Rasululloh ayni unga shu ishni buyurganligi uchun shukronasiga qattiq yig'ladi. Kim? Nuriddin Zanki. Qaysi qo'mondon mana shunday tush bilan maqtan oladi? Qaysi